Bir yilda nechta oila ajrashadi? Videoni boshlashimdan oldin like bosib qo'yinglar. Statistikaga ko'ra O'zbekistonda har yili o'rtacha 50 mingga yaqin oilalar ajrashar ekan. Bu sonni 365 ga bo'lsak, kuniga 137 ta oilaga to'g'ri kelyapti. Bunga sabab qaynona kelin o'rtasidagi kelishmovchilik, ichkilik, pul yetishmasligi va eng muhimi hali oila qurishga tayyor bo'lmagan yoshlarni turmush qurishi. Chunki oila qurish katta mas'uliyatni talab qiladi. Bu bizning shaxsiy hayotimiz, nima qilibdi, birovga xalaqit bermayapmiz deyishingiz mumkin. Lekin ishoninglar, xalaqit berasizlar. Er-xotin ajrashayotganda shu paytgacha orttirilgan mol-mulkni o'rtadan bo'lishadi. Agar o'rtada bola bo'lsa, onasi bola uchun uy talab qilishi mumkin. Menimcha, bunaqa holatlar bo'lmasligi uchun ikkala tomon ham bir-biridan hech nimani bekitmasdan xarakteri va dunyoqarashini bilib olishi kerak. Bizda bo'lsa, to'ydan keyin o'zim o'rgatib olaman deb ko'p o'tmasdan ajrashib ketishadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Ajrashishga ko'proq qizlar aybdormi yoki bolalar? Kommentda yozib keting. Bu videoni hali ham uylanmagan tanishingizga jo'natib qo'ying.